2009-yil ishlab chiqarilgan Lacetti'ni Gentra qilib qo'yilganini kutayotganlar uchun narxi ham yosh, arzonchiroq so'rayotganlarga 2009 avtomat korobka 1.8 motor bilan jihozlangan Amerikan farlar taqib qo'yilgan. Xo'p, balon holatlari sredniy holatda, metan gazlari bor ekan, shumkalari bor ekan. Salon holatlarini ko'rsataman. Mana, yomon bo'lib ketmagan. Xo'p, o'zini родной provaga keladigan bo'lsak, 480 ming 535 km masofa bosib o'tgan avtomat korobka. Xo'p, metan gazladi. Mana shu lukini bitta qaratib olasizlar. Eski mana shu ishini ko'rdim. Men qolgan joylarni bir tekis ko'rib tekshirib olasizlar. Kraskasi asbestos qilib septirgan ekanlar. Bir ko'rib tekshirib, proverka qilib o'rasizlar. Narxi ham yuvosh. Yo'qonoq kanalimizdan kechki bozordan olib maza qilib haydashinglar uchun yurib turgan mashina, ishini ko'rmadim. Olib maza qilib haydashinglar uchun bor yo'g'i 4790 dollarga berib o'ramiz. Egalar nomeri har doimgidek pastda. Bemalol telefon qilib baraka qolishinglar.